Xayrli kech hammaga. Soat millari Toshkent vaqti bilan 23:00 ni urdi. Bugun 17-may, yakshanba kuni sizlar bilan jonli efirda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Hamma uchun hafta maroqli, yaxshi o'tdi degan umiddamiz. Dam olish kunlari ham sizlarga ko'p quvonch, xursandchilik olib keldi deb umid qilamiz. Oldinda bizada hafta yangi ish haftasi, yangi ish kunlari, lekin yangi ish kunlariga o'tishdan oldin biz bugun ajoyib bir jonli efirimizni o'tkazamiz. Bugungi jonli efirimizni mavzusi tinch va baxtli turmush qanday quriladi? Bugungi efirimizda biz oila haqida, turmushimiz, turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz haqida gaplashamiz. Hammani jonli efirga qo'shilayotganlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Ham Instagram, ham Telegram orqali bizani tinglayotganlarga salom yo'llab qolamiz va efirimizni boshida eslatib o'tmoqchiman. Bizni efirimiz shunchaki faqat biz tomonidan dialog emas, balki sizlarni ishtirokinglardagi bir suhbat bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun efir davomida shu gaplashayotgan mavzularimizga tegishli fikringlar, savolinglar, izohinglar bo'lsa yozib qoldirishinglar mumkin. Biz xursand bo'lamiz sizlarni fikringlarni, kommentariylarni o'qib. Demak, bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Tinch va baxtli turmush qanday quriladi? Bilasizlarmi, odam tug'ilgan kunidan boshlab to bu hayotdan ko'z yumarkan oilada yashaydi. Biz tug'ilganimizda ota-onalarimiz bo'ladi, balki aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladi, amaki xolalarimiz bo'lishadi. Keyin katta bo'lgandan keyin ma'lum bir yoshga yetgandan keyin, balog'at yoshiga yetgandan keyin turmush quramiz. Turmush o'rtog'imiz bo'ladi, farzandimiz bo'ladi, qaynoqalarimiz bo'ladi va albatta albatta bizani oilamiz yanada kengayadi. Keyinchalik nevarali bo'lamiz, kelin ko'ramiz, kuyovlar ko'ramiz. Bilasiz, butun umr davomida biz oilamizni atrofida yaqinlarimiz bilan birga o'tkazamiz va oila bizga Xudo tomonidan berilgan judayam bir katta marhamat. Oila, men o'ylayman, ko'pchilik bu narsa bilan rozi bo'ladi. Oila bu shunaqa joyki, biz o'zimizga dalda topamiz, o'zimizga biron bir yupanch topishimiz mumkin. Bizani oilamizda biz bilamiz doim qo'llab-quvvatlashadi. Xullas, bir oilada bo'lish, oila bilan birga yashash inson uchun bu judayam katta Xudoni bir marhamati, Xudoni bir inoyati va bu dunyoda yashar ekanmiz biz, bu gunoh tomonidan buzilgan dunyoda yashar ekanmiz. Bizni hayotimizda va shu jumladan oilamiz a'zolari bilan munosabatlarda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, nizolar bo'lishi mumkin va bu biroz bizani hayotimizni og'irroq qiladi. Biz albatta hammamiz xohlaymiz yaxshi hayot kechirishni, tinch hayotga ega bo'lishni va bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Qanaqa qilib biz turmushimizni, oilamizni mustahkam, tinch, baxtli qilishimiz mumkin toki oilamiz davrasida o'tadigan har bir kun bizaga faqatgina xursandchilik olib kelsin. Amin. Haqiqatdan judayam muhim va jiddiy mavzu, ya'ni oila. Chunki har bir inson katta yoki kichkina oilaga ega va har bir inson xohlaydi oilasi tinch, baxtli, xursandchilikda kechishini va judayam to'g'ri fikr bildirdingiz. Ya'ni oila bu avvalambor Xudoni rejasi, ya'ni insoniyatni Xudo yaratganda biz muqaddas kitobda o'qiymiz. Ya'ni Xudo shu rejani oldindan ko'ra bildi. Ya'ni har bir inson uchun oila bo'lishi, chunki biz kalomda o'qiymiz-ku, ya'ni Xudo erkak kishini yaratganda va
butun borliqdagi bu tirik jonzotlarni yaratganda erkak kishi bu hayvonlarga ism berdi. Lekin baribir uni qo'ynida qanaqadir g'ashlik bor edi. Ya'ni unga nimadir yetishmasdi. Va Xudo shu erkak kishini qovurg'asidan ayol kishini yaratgandan keyin, ya'ni shu oila barpo etganidan keyin erkak kishini qalbiga, yuragiga qanaqadir xotirjamlik, qanaqadir tinchlik keldi. Shuning uchun inson yolg'izlikda yasholmaydi. Ya'ni inson oilada bo'lishi judayam muhim. Inson bir o'zi ko'p narsaga erisholmaydi hayotda. Shuning uchun yonida oila a'zosi, ota-onasi, aka-ukalari, turmush o'rtog'i, farzandlari bo'lishi judayam muhim. Shuning uchun oila masalasida gaplashganimizda menimcha eng muhim narsalardan bittasi, ya'ni bu Sulaymon payg'ambarni dono shunaqa so'zlari bor. Agar xohlasangiz shu eshituvchilar uchun o'qib berishingiz mumkin. Voiz kitobi 4-bob 12-oyatlarda shunaqa ajoyib so'zlarni yozgan, ya'ni ramziy ma'noda yozilgan u yerda va biza bu so'zlarni oilaga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Voiz kitobi 4-bob 12-oyat. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson. Lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Bitta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Amin. Ya'ni ikkinchi qismiga agar e'tibor beradigan bo'lsak bu oyatlarni, ya'ni bilamiz, ip agar 3 qismdan to'qilgan bo'lsa, uncha-munchaga uzilmaydi. Lekin ip bir qismdan yoki 2 qismdan iborat bo'lsa, buni uzilishi juda ham oson. Ya'ni bu ramziy ma'noda yozilgan so'zlar va bu yerda juda ham chuqur ma'no bor. Agar buni mag'zini chaqib bo'lsak, oilada shu 2 kishini o'zi yetarli emas baxtli oila qurish uchun. Shu 2 kishini o'rtasida albatta Xudo bo'lishi kerak. Ya'ni oilani poydevori, asosida Xudo bo'lishi kerak. Yangi boshlanayotgan oilada ham birinchi o'rinda ya'ni Xudo bo'lishi kerak. Ana shu yerdan har bir inson baxtli oila qurish imkoniyatiga ega. Agar boshida, o'rtada Xudo bo'lmasa, Xudoga qurilmasa oila, u oila boshida qurilayotganda ular juda ham bir-birini, misol uchun 2 yosh olaylik, oila qurmoqchi bo'lgan. Qanchalik ular bir-birini yaxshi ko'rmasin, qanchalik ular bir-birini hurmat qilmasin, qanchalik ularda boshqa, misol uchun moddiy narsalar yetarli bo'lmasin, lekin baribir ertaga bu oila barbod bo'lishiga, dars ketishiga hech kim kafolat bera olmaydi. Lekin Xudo bilan qurilgan oila albatta mustahkam bo'ladi. Chunki boya aytib o'tganimizdek, ya'ni oilani asosi Xudo. Shuning uchun oilada baxt bo'lishi uchun, xursandchilik bo'lishi uchun, mustahkam oila bo'lishi uchun shu oilaga asos solgan shaxsni qo'shish juda ham muhim. Men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, biz oilamiz mustahkam bo'lishi uchun, turmushimiz tinch va baxtli bo'lishi uchun avvalambor biz Xudo bilan bo'lgan munosabatimizni ustida ishlashimiz kerak. Amin. Xudoni oldida o'zimizning yuragimiz, vijdonimiz, yo'llarimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Amin. Nimaga? Chunki agar inson Xudo bilan munosabati sog'lom bo'lsa, inson Xudoni sevsa, inson Xudoni xafa qilishdan qo'rqsa, u albatta shu munosabatini o'zini turmush o'rtog'iga ham ishlatadi. Misol uchun men agar Xudoni xafa qilishdan qo'rqsam, albatta o'z-o'zidan men o'zimni xotinimni xafa qilishga qo'rqaman. Agar men Xudoga nisbatan vafodorsizlik qilishdan qo'rqsam, o'z-o'zidan men erimga nisbatan yoki ayolimga nisbatan vafodorsizlik qilishdan qo'rqaman. Shuning uchun, ya'ni juda ham muhim aytib o'tgan gapingiz,
mani avvalambor Xudo bilan munosabatim to'g'ri bo'lishi kerak. Ana o'shandagina man oilamda oila a'zolarimga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'la olaman. Amin. Lekin bilasizmi, bu gapirayotgan gapingiz judayam to'g'ri, ma'qul bilaman. Va lekin hayotda ko'p shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, bizani atrofimizdagi odamlar bilan munosabat faqat bizga bog'liq bo'lmaydi. Va oilamizdagi odamlar Xudoni bilishi mumkin, Xudoni bilmasligi mumkin. Kimdir balki Xudoga yaqinroq, kimdir Xudoga uzoqroq bo'lishi mumkin. Masalan, faqat biz o'zimizning tomondan, ya'ni oilani bitta tomoni faqat Xudodan yordam so'rab, toat ibodatda o'tdi-yu, ikkinchi tomon biroz beparvo bo'lishi mumkin. Hech shunaqa vaziyatdan uchratganmisiz? Bunaqa vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Albatta uchratganman. Bir necha karra bor uchratganman bunaqa vaziyatni. Shuning uchun man doim yoshlar bilan gaplashganimda shu yoshlarga doim shunaqa maslahat beraman. Ya'ni oila qurish bu judayam jiddiy masala. Insonni hayotidagi eng muhim joylardan bittasi. To'g'ri. Misol uchun siz mashina olishingiz mumkin. Misol uchun biron bir mashinani ko'rdingiz, yoqtirib qoldingiz va siz shu hayajonga berilib shu mashinani olishingiz mumkin. Lekin haydab ko'rdingiz, qanaqadir payt yurib ko'rdingiz, bu mashina sizga yoqmay qoldi. Ayblari chiqdi, siz bilmagan, qanaqadir sizga noqulaylik tug'diradigan joylari kelib chiqdi haydash jarayonida. Va siz bu mashinani xohlagan payt, hatto zarariga bo'lsa ham sotib olib, boshqa mashina olishingiz mumkin. Ya'ni bu misolda biz xohlagan narsaga ishlatishimiz mumkin. Uy oldingiz, yoqmadi, sotib oldingiz, boshqa joydan oldingiz. Mashina yoqmay qoldi, haydadingiz, sotib oldingiz, boshqa mashina oldingiz. Shunga o'xshab boshqa narsalarni. Lekin aynan oila qurilayotganda bu narsa o'tmaydi. Ya'ni men tanlagan turmush o'rtoq biz kalomdan bilamiz, ya'ni bizani umrimizning oxirigacha. Mani haqqim yo'q. Misol uchun biron bir qizni yoqtirib, u qizga uylanib, ertaga qanaqadir paytdan keyin aytib, yo'q, menga yoqmay qoldi bu qiz. Bu qizni mana bunaqa xarakteri bor ekan, bu qiz mana bunaqa fikr yuritarkan, men bilan dunyoqarashi to'g'ri kelmas ekan deyishga haqqim yo'q. Ya'ni men shu inson bilan oila qurdimmi, shu insonga uylandimmi yoki shu insonga turmushga chiqdimmi, endi men majburman bir umr yashashga. Shuning uchun ham, ya'ni agar men bir umr shu inson bilan yashashga majbur bo'lsam, bu qarorni qabul qilishimdan oldin men judayam jiddiy o'ylashim kerak va ehtiroslarga berilmasdan bu masalaga aql idrok bilan, donolik bilan, maslahat bilan yondashishim kerak. Qo'shilaman. Men o'ylayman, shu yerda bitta narsani aytib o'tish muhimda. Boya boshida aytdik-ku, endi bizani hayotimizda, oilamizda har xil odamlar bo'lishi mumkin. Masalan, hayotimizning ma'lum bir parchasida ota-onamiz ko'proq yaqin yonimizda bo'ladi. Ma'lum bir parchasida ko'proq balki aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, keyinchalik turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz va hokazo. Va biz ham bilamiz, masalan, ota-ona sifatida hech qachon farzandlarimizdan voz kechmaymiz. Ya'ni biz bilamizki, farzandlar bizaga bu Xudo tomonidan berilgan mukofot. Biz farzandlarni asrab avaylaymiz. Xuddi shunaqa ota-onamiz bilan ham. Biz bilamiz, ota-onamiz bizani ustimizdan qo'yilgan Xudo tomonidan. Biz toki hayot ekanmiz, toki ota-onam hayot ekan, biz ota-onamiz haqida g'amxo'rlik qilishimiz kerak, ular uchun jon kuydirishimiz kerak. Lekin nimagadir er yoki xotinga kelganda ko'pincha odamlar bu menga butun bir hayotga Xudo tomonidan berilgan yor deb o'ylashmaydi-da. Ya'ni ajrashish haqida odam o'ylashi mumkin yoki to'g'ri kelmasa almashtirish haqida o'ylashi mumkin. Mana bolalarni masalan raddonda endi tug'ilganida ko'rgan bo'lsangiz, qizil bo'ladi hali, unaqa chiroyli emas, lekin hech kimni xayoliga kelmaydi va uncha chiroyli emas ekan, chiroyliroq chaqaloqga almashtiraman degan. Yo'q, chunki bu o'zingizning farzandingiz. Va xuddi shunaqa
man o'ylayman, er-xotinga ham avvalambor shunaqa munosabat bo'lishi kerakda. Bu mani erim yoki mani xotinim butun umrga Xudo tomonidan menga berilgan va mabodo hatto biron bir nizo chiqadigan bo'lsa, kelishmovchilik chiqadigan bo'lsa, hayot yo'li qiyin bo'ladigan bo'lsa ham, avvalambor man almashtirish, voz kechish munosabatni uzib haqida emas, balki qanaqa qilib bu munosabatni to'g'irlash kerakligi haqida o'ylashim kerak. Va yoshlarga va balki hatto yoshi kattalarga birinchi balki beriladigan maslahat yoki shunaqa bir deymizmi, avvalambor doim yodimizda tutishimiz kerak, turmush o'rtoq yoki turmush qurish bu abadiy ahd. Xudoni oldida tuziladigan abadiy ahd. Biz ham er, ham xotin shunaqa qaraydigan bo'lsa, bir marta toki o'lim bizani ajratmaguncha deydi-yu. Agar shunaqa qaraladigan bo'lsa, ko'p nizolarga bo'lgan yondashuvimiz menimcha o'zgarsa kerak. To'g'ri gapingiz. Ya'ni ahd deyiladi-ku. Ya'ni er-xotin shu oila qurayotganda, turmush qurayotganda bu ahd o'rtada tuziladi va misol uchun ko'p madaniyatlarda shunaqa ramziy bir ma'no bor. Er-xotin bir-birini qo'liga uzik taqadi. Ya'ni bundan maqsad bir-biriga shu va'da berish. Ya'ni hayotimizda qanaqa vaziyat bo'lmasin, qanaqa kun bo'lmasin, yengil kunlar, xursandchilik kunlari yoki og'ir qanaqadir holatlar nima bo'lishidan qat'iy nazar man sizlar bilan birga bo'lishga tayyorman umrimni oxirigacha deb er-xotin bir-biriga va'da beradi. Lekin afsuski turmush qurilgandan keyin, oila barpo bo'lgandan keyin sekin-sekin, ya'ni bu his-tuyg'ular sekin-sekin chekinishi boshlaydi, his-tuyg'ular o'tishi boshlaydi va o'rtada qanaqadir muammolar tug'iladi. Qanaqadir inson oldin bilmagan narsalar o'rtada paydo bo'lishni boshlaydi. Bu Va paydo bo'lishi 100%. da, inson keyin man adashib qo'yibman, man noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yibman, aslida man sevmas ekanman degan narsalar paydo bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun inson oila qurishdan oldin, ya'ni har taraflama jiddiy o'ylash kerak. Ya'ni insonda chuqur bu oila haqida tushuncha bo'lishi kerak. Afsuski yoshlarda ko'pincha bu tushuncha bo'lmaydi oila haqida. Ular ko'pincha shunaqa tasavvur qilishadi, ya'ni ikkita yosh, ya'ni shu ko'proq shunaqa fantaziyalar kelib chiqadi kinolardan. Ikkita yosh doim baxtli, doim dam olishlarga borgan, gul sovg'a qilgan, chiroyli mashinalarda yurgan shunaqa fantaziyalar paydo bo'ladi. Lekin hayot faqat bunaqa nima deydi, xursandchilikdan iborat emas. Hayotda o'ziga yarasha balon-past taraflari bor. Hayotda juda ham kuchli zarbalari bor. Shuning uchun yoshlarimiz shu oila qurishdan oldin oila haqida chuqur tushunchaga ega bo'lsa, Xudoni oila haqidagi rejasi haqida ularda tushuncha bo'lsa, men o'ylayman bu barpo bo'lgan oilalar ertaga hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa og'ir kunlar bo'lishidan qat'iy nazar bu narsalarni Xudoni kuchi bilan bosib o'tishadi. Lekin oila faqat shu fantaziyaga qurilgan bo'lsa, qanaqadir kinolar orqali, qanaqadir sevgi muhabbat ashulалari orqali qurilgan dunyoqarashga asoslangan bo'lsa, bu oila uzoqqa borishi juda ham qiyin. To'g'ri, qo'shilaman gapingizga. Demak, biz e'tiborimiz tinch va baxtli turmushni qurish uchun birinchi asosiy narsa bu to'g'ri turmush o'rtoq tanlash. Yoshlar haqiqatan ko'pincha his-tuyg'ularga berishadi. Doim ham ota-onani maslahatiga quloq solishmaydi, yosh kattalarni maslahatiga quloq solishmaydi va bu keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. To'g'ri. Demak, birinchi qadam tinch va baxtli oilaga bu to'g'ri turmush o'rtoq tanlash. Biz buni
yoshlarga, farzandlarimizga, jiyanlarimizga, keyingi avlodga albatta uqtirishimiz kerak. Lekin biz a, bizani tinglovchilarimizni orasida allaqachon oila qurganlar ko'pda. Bilmadim endi bizani hozir Instagram yoki Telegram orqali hali turmush qurmagan yoshlar eshityaptganmikin, lekin ishonchim komil oilalilar bizani eshitishyapti va balki ularga qanaqadir amaliy maslahatlarimiz bordir yoki muqaddas kitobdan balki biron bir narsa bilan bo'lishish mumkin. Masalan, yaqinda bitta o'rtog'im bilan gaplashyapman. O'rtog'im aytyaptida, erim pul berdi menga, borib o'zingga shu uyda kiyadigan yangi chiroyli kiyimlar olgin, shu ko'chaga masalan uyda kiyiladigan deb. Oldingmi desam, yo'q olmadim, pulni boshqa narsaga ishlatib yubordim dedim. Va men aytyapmanda, nima uchun masalan ering o'zini qanaqadir xohish istagini, tilagini, niyatini bildirayotgan bo'lsa, ayol kishi bu narsaga e'tiborli bo'lishi kerak. Qolaversa, u sizni o'ylab, uyda chiroyli yurishingni xohlab, balki yengi kiyimlarda yurishingni xohlab aytgandir ering deb ozgina shu mavzuda gaplashdik-da, balki shunga o'xshagan qanaqadir amaliy maslahatlar yoki muqaddas kitobdan bir amaliy donolik bilan bo'lisha olasiz. Demak, agar muqaddas kitobga asoslanadigan bo'lsak, biz muqaddas kalomda ko'ramizki, xotinni, ya'ni erkak kishini, ayol kishini Xudo bir xil qilib yaratdi. Ya'ni avvalambor biz shuni tushunishimiz kerakki, bu shaxsdan biron biri ustun emas. Ko'pincha ya'ni ba'zi xalq madaniyatlarida shunaqa narsa shakllangan, ya'ni erkak kishi qaysidir ma'noda ustun turadi. Lekin Xudoni nazarida erkak ham bir xil, ayol ham bir xil. Ya'ni ularni bir-biridan yaxshiroq tarafi yoki qanaqadir ustunroq tarafi yo'q. Avvalambor biz shuni bilishimiz kerak. Ya'ni Xudoni kalomi shu haqida gapiradi. Endi ikkinchi narsa bizni bilishimiz kerak bo'lgan, bu Xudo erkak kishini, ayol kishini har xil rollar uchun yaratdi. Ya'ni avvalambor ular Xudoni oldida bir xil, ularning o'rtasida hech qanaqa ustunligi yo'q. Qadriyat, haq-huquq tomonidan erkak kishi bilan ayol kishi teng darajali demoqchisiz. Xuddi shunaqa. Qadri bir xil. Qadri bir xil. Xudo erkak kishini qanchalik sevsa, ayol kishini ham shunchalik sevadi. Xudo erkak bilan qanchalik javobgarliksa, ayol kishida ham xuddi shunaqa javobgarlik kutadi. Ya'ni ular shaxs sifatida Xudoning oldida teng. Lekin ikkinchi narsa, erkak kishini o'zini vazifalari bor, o'zini roli bor, ayol kishini o'zini vazifalari bor, o'zini roli bor. Va ko'pincha oilalarda muammo kelib chiqadi, ya'ni shu rollarni o'zgarishi oqibatida. Ya'ni to'rtdan qanaqadir nima deydi? Shunaqa muammolar kelib chiqishni boshlaydi, ya'ni kim ustunligini boshlanadi oilalarda. Bunaqa vaziyatlarda, ya'ni biz bilishimiz kerak, yo'q, bu yerda kim ustunligini isbotlash muhim emas. Bu yerda hamma o'zini o'rnini, o'zini rolini, o'zini vazifasini agar Xudoning kalomi bo'yicha tushunib yetsa, ana o'shanda oilada bu masalada hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Vazifasini bajaradi, ayol o'zini vazifasini bajaradi. Va agar shaxs o'zini vazifasini kalom bo'yicha bajarsa, bu yerda muhimligi qolmaydi. Kim ustun, kim past, kim balon, kimni gapi kuchli. Qanaqa vazifalar? Misol uchun endi bu haqida juda ham ko'p gapirsa bo'ladi. Qisqa qilib gapiradigan bo'lsak, misol uchun avvalambor erni vazifasi bu oiladagi qanaqa desak bo'ladi, ya'ni oilani saqlash javobgarligini Xudo erkak kishini zimmasiga yuklagan. Misol uchun hech bir tashqaridagi shaxsni haqqi yo'q,
bu oilaga e, aralashishga yoki boshqarishga yoki bo'lmasa aql o'rgatishga, ya'ni erkak kishi er sifatida shu tashqi qanaqadir hujumlardan, tashqi qanaqadir vaziyatlardan oilani saqlashi kerak. Bu ya'ni erkak kishini vazifalaridan bittasi. Erkak kishini ikkinchi vazifasi bu ya'ni o'sha oiladagi moddiy tarafini to'lig'icha qondirish. Ya'ni biz insonmiz va bizani o'zimizga yarasha shu tanamizda xohishlari bor. Misol uchun biza ovqatlanamiz, kiyinamiz va bu narsalar moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlash erkak kishini zimmasiga yuklatilgan. Endi ayol kishini vazifalariga keladigan bo'lsak, avvalambor kalomda biza o'qiymiz, ya'ni Xudo erkak kishilarga shunaqa narsani aytadi, ya'ni erlar o'zinglarni ayollinglarni sevinglar, o'zinglarni taninglarni sevgandek. Ayol kishilarga Xudo aytadiki, ya'ni eringlarga bo'ysuninglar, eringlarni hurmat qilinglar. Ya'ni oiladagi shu ikkita shaxsni o'rtasidagi oxirgi qaror baribir erkak kishini vazifasida. Ya'ni erkak kishi oxirgi nuqtani qo'yadi, oxirgi qaror qabul qiladi. Misol uchun oddiy misol, uyga remont qilishmoqchi va er-xotin bu narsani birgalikda maslahatlashishdi. Remont qilamizmi, qilmaymizmi? Hozir qilamizmi yoki keyingi yil qilamizmi? Ana shunaqa vaziyatlar, ya'ni hozir men oddiy misol keltirdim, bu xohlagan narsamiz bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda ya'ni oxirgi qarorni erkak kishi belgilaydi. Ya'ni qaysidir ma'noda Xudoning kalomiga asoslangan holda ayol kishi erini shu so'ziga bo'ysunadi. Va ayol kishini vazifalariga keladigan bo'lsak, ya'ni ayol kishini vazifalaridan eng birinchisi bu uyda doimo yegulik bo'lishi. Ya'ni ovqat tayyorlash, uyini ozoda tutish, ertaga dunyoga farzandlar kelganda farzandlarga tarbiya berish, farzandlarni o'stirish, uydagi yaxshi muhitni, chiroyli muhitni, uydagi toza muhitni saqlash bu ayol kishini bo'yniga berilgan. Amin. Judayam to'g'ri gaplar. Xuddi biroz pauza qilib, hurmatli tinglovchilarimizga murojaat qilmoqchiman. Bizni Instagram va Telegram orqali eshitayotgan tinglovchilarimiz jonli efirimizda ishtirok etayotganinglardan judayam xursandmiz. Lekin sizlar o'zinglarni izohinglarni, o'z fikringlarni yoki savolinglarni bizga yozib qoldirsanglar, biz yanada bundan xursandroq bo'lamiz. Ham Instagramda kommentariy qoldirishinglar mumkin yoki Telegramda ham kommentariy, ham to'g'ridan to'g'ri xabar yuborishinglar mumkin. Har qanaqa savol bo'lsa, bu mavzuga tegishli bo'ladimi yoki bu mavzuga yaqin bo'ladimi? Sizlarni fikringlarni eshitishdan juda ham xursand bo'lamiz va savolinglar bo'lsa, qo'ldan kelgancha bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Demak, biz bugun tinch va baxtli turmush qanday qurilishi haqida gaplashyapmiz va biz aytdikki, asosiy narsa birinchi biz farzandlarimizga, keyingi avlodga o'qtirishimiz kerak bo'lgan narsa tinch va baxtli turmush qurish uchun eng asosiy va birinchi qadam bu to'g'ri turmush o'rtoq tanlash. Turmush o'rtoq tanlashda juda ham e'tiborli bo'lish, yosh kattalar bilan maslahatlashish, Xudoni so'ziga murojaat qilish va nafaqat tuyg'ulardan, emotsiyalardan kelib chiqib, balki haqiqatan ham obyektiv qaror qabul qilishga harakat qilish. Ikkinchi narsa, biz aytdikki, oilada erkak kishi va ayol kishi Xudoni oldida teng qadrli, teng qadriyatga ega, teng haq-huquqqa ega, lekin ham erkak kishiga ham ayol kishiga Xudo tomonidan berilgan vazifalari bor, Xudo tomonidan berilgan mas'uliyat bor va erkak kishilar bilan ayol kishilar bir-biri bilan
raqib bo'lmasdan hamma o'z funksiyalarini bajarsa, oilasida o'z joyini egallashga harakat qilsa, albatta bunday oila baxtli, mustahkam, tinch bo'ladi. Biz biroz amaliy narsalar haqida gaplashsak, masalan, mana man ayol kishi sifatida ayol kishilarni nomidan ayol kishilar oilada eri bilan bo'lgan munosabatda nimaga muhtoj ekanligini aytishi mumkin-da. Balki bu bizani tinglayotgan erkak kishilarga yoki birodarlarimizga foydali bo'ladi. Ko'pchilik biladigan narsalar, masalan, birinchi navbatda ayol kishi eridan e'tibor kutadi, vaqt kutadi. Bugungi kunda judayam ko'p erkak kishilar kun bo'yi ishlashadi, oilasini, farzandlarini ta'minlash uchun. Uyga kelgandan keyin kechki payt charchab kelishadi, xotiniga vaqt ajratolmaydi, charchab ovqatlanib, balki biroz farzandlari bilan vaqt o'tkazib, yotib dam oladi. Ayol kishi xafa bo'ladi, erkak kishi keyin hayron bo'ladi, qanaqasiga man kunim bilan ishladim. Oilani boqish uchun, oilani ta'minlash uchun, uyda hamma narsa bor. Nimaga mani xotinim arazlayapti, nimaga unaqa qilyapti deb o'ylashi mumkin-da. Bu ayol kishilarni eng birinchi xohish istaklaridan desak bo'ladi bu. Erkak kishi, ya'ni eri, yaqin insoni u bilan o'tirib gaplashishida har kuni faqat xotiniga tegishli vaqt bo'lishi. Bolalarga emas, oilaga emas. Mana ishdan keldi, masalan, erkak kishi ayol kishi kutadi. Albatta, hamma narsani eri olib qo'yib, chetga telefonini olib, bolalarini chetga surib turib, masalan, bolalari dars qilayotgandami yoki o'ynayotganda 10 minut bo'ladimi, 20 minut bo'ladimi, 30 minut bo'ladimi, endi imkon darajasiga qarab xotini bilan gaplashishni. Chunki ayol kishilarni baribir ham muloqot krugi chegaralangan bo'ladi-da, ancha erkak kishilarga qaraganda. Erkak kishi kuni bilan ko'chada oshna og'ayni bor, hamkasblar bor. Ko'chada itda yurib ko'pchilik bilan gaplashadi. Ayol kishi esa faqat kichkina bolalar bilan ko'pincha uyda vaqt o'tkazadi, ayniqsa agar ishlamasa bu ayol kishi. Va albatta u bilan gaplashadigan hech kim yo'q, uni eshitadigan hech kim yo'q va ayol kishi bunga muhtoj. Erkak kishi ko'p vaqt emas, birozgina o'tirib, kuning qanaqa o'tdi, kayfiyating qanaqa, nima qiziqtiryapti seni, nima gaplar o'zingda deb birozgina vaqt ajratsa, ayol kishini ko'ngli judayam ko'tariladi. Keyin yana bitta masalan amaliy narsalardan bittasi, qanaqa qilib erkak kishi o'zini xotinini qo'llab-quvvatlashi mumkin, ayniqsa bu kichkina farzandi borligi tegishliga bir haftadami, bir oydami bir marta bolalar otasi bilan qolsa. Chunki ona 24/7 farzandlar bilan bo'lib charchaydi. Kichkina bola bilan o'zingiz bilasiz, kichkina farzandlaringiz bor, yosh bola bilan doimiy tarzda vaqt ajratish oson emas. Va onalar ham buni judayam yoqqanidan, bu maza, bu oson bo'lganidan qilmaydi. Onalar buni to'g'ri, avvalambor farzandini yaxshi ko'rgani uchun vaqt o'tkazadi, lekin bitta tomondan majbur. Kimga bolasini topshiradi? 24/7 kasal bo'ladimi, yig'laydimi, o'ynaydimi, bolalar bilan vaqt o'tkazishga majbur, lekin baribir har bir odamga o'zini shaxsiy vaqti kerak, o'zi yolg'iz qola oladigan vaqt kerak-da. Shuning uchun agar erkak kishilar ba'zida, bu har kun emas, lekin ba'zida bolalarni olib 2 soatgami, 3 soatgami onasi bor balki. Biroq o'zing qolib kitob o'qishing mumkin yoki ibodatingni qilishing, kitob o'qishing mumkin bemalol. Yoki kelma bolalarga qarab turaman, salonga chiqib sochingni kestirib kel va man 100% aytishim mumkin, agar erkak kishi bunaqa qiladigan bo'lsa, ayolini unga bo'lgan munosabat ancha yaxshi tomonga o'zgaradi. Ancha osmonda uchib yuradi. Shunaqa ko'p narsa emas. Ya'ni e'tibor, biroz vaqt ajratilsa, shu uy yumushlaridan ozgina bo'sh imkoniyat berilsa, ayol kishi judayam baxtli bo'ladi. Va shunga o'xshagan qanaqadir amaliy, masalan, siz erkak kishi sifatida amaliy maslahatlar bera olasizmi? Ayol kishilar nima qilishi mumkin yoki erkak kishilar nima kutadi? Ayol kishi o'z eriga qanaqa e'tibor ko'rsatishi mumkin yoki nimaga e'tibor berishi mumkin? Oila yanada tinchroq va baxtliroq bo'lishi uchun. Amaliy maslahat berishdan oldin sevgi haqida qisqacha gapirmoqchi edim.
boya biz boshladik-ku, ya'ni tuyg'u, ehtiroslarni va ko'pincha afsuski, ko'p oilalar qurilayotganda shu 2 yosh o'rtasida haqiqiy sevgi haqida tushuncha bo'lmaydi. Ko'proq sevgi deganda ularda shu qani ehtiroslari, qanaqadir tuyg'ular, qanaqadir nima deydi, ramziy ma'noda gapiradigan bo'lsak, ularni shunga o'xshagan narsalar bilan bog'liq bo'ladi-da. Lekin aslida bu ya'ni haqiqiy sevgi emas, bu vaqtincha, ya'ni his-tuyg'u. Tuyg'u har doim o'zgaradi. His-tuyg'u ob-havoga qarab o'zgaradi. Tuyg'u sizni qorningiz to'q, ochligida o'zgaradi. Tuyg'u issiqda, sovuqda o'zgaradi. Ya'ni tuyg'u 1 soat oldin boshqacha bo'lishi mumkin, 1 soatdan keyin boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin biz kalomdan shuni ko'ryapmizki, haqiqiy sevgi bu boshqa narsa. Haqiqiy sevgi bu qurbonlik. Ya'ni agar men haqiqiy sevgi haqida tushuncham bo'lsam, menda tushuncha bo'lsa haqiqiy sevgi haqida, men bilamanki, ya'ni sevgi bu avvalambor qurbonlik. Ya'ni men o'zimni qanaqadir xohishlarimdan voz kechaman, o'zimni qanaqadir balki komfortimdan voz kechamanda va o'zimni qanaqadir vaqt soatimdan voz kechaman va shu narsani ayolimga nisbatan yoki bo'lmasa erimga nisbatan qurbon qilaman. Agar amaliy maslahatlarga keladigan bo'lsak, avvalambor siz mana judayam to'g'ri, judayam yaxshi maslahatlar berdingiz. Bu narsalarga men ham qo'shimcha qilmoqchiman o'zimni hayotimdan kelib chiqqan holda. Siz aytgan muammo judayam ko'p oilalarda bor. Ya'ni haqiqatdan erkak kishi pul topish uchun, oilani tebratish uchun ertalabdan kechgacha ko'chada bo'ladi va uyga kelganda judayam charchagan holda bo'ladi va kechgacha ayol kishini ichi gapga to'lgan bo'ladi. Va ayol kishi bu gaplarni eriga gapirmoqchi bo'lganda, eri charchagan, misol uchun ovqatlandi va harakat qiladi dam olishga. Bunaqa narsalar meni o'zimni hayotimda ham judayam ko'p bo'lgan. Lekin shu hayot tajribamda men bitta narsani tushundim. Agar erkak kishi shunchalik charchagan bo'lsa ham, hech bo'lmasa shu yotgan holida ham shu ayolini eshitsa, bu ayoli uchun judayam katta narsa ekan. Menga bu maslahatni bitta yoshi katta odam bergan edi va men buni maslahatiga quloq solishni boshladim va shunaqa ko'zlarim yumilib ketyapti, uxlagim kelyapti va ayolim bu yerda nimadirlarni gapiryapti, shu kun bo'yida bo'lgan voqealarni yoki kimdir bilan gaplashganini yoki bolalarni nima qilganini ularni menga gapirib beryapti va men qaysidir ma'noda uxlayapman, endi shunchalik charchaganman va ora-sirada ha deb shu xuddi gapni eshitayotgandek gapirib qo'yyapman va ayolim gapirishda davom etyapti va men qaradim, bu narsa haqiqatan ishlayotgan. Ya'ni bo'ldi, men charchaganman, gapirma, boshimni ortib yubording, bo'ldi shundoq ham charchaganman deb agar men shu payt men uxlayman deb agar yuz o'girsam, bu ayolimni qalbini, yuragini judayam ranjitib qo'yadi. Lekin salgina men shu qurbonlik qilib, salgina men o'zimni shu nima deydi, o'zimni qo'lga olib, hech bo'lmaganda ayolimga ha deb orada shu ma'qullab tursam, o'zimni eshityapman deb tursam, bu ham ayolimga judayam katta xursandchilik olib kelar ekan. Shuning uchun birinchi maslahatim, ya'ni maslahatlarimdan bittasi erkak kishilarga asosan qanchalik sizlar charchagan bo'lmanglar, qo'ldan kelgancha harakat qilinglar. Kamida, ya'ni agar sizlarni o'zinglarni gapirishga kuchinglar bo'lmasa, holinglar bo'lmagan taqdirda ham shu ayol kishilarni shundoq eshitishga, ya'ni uni yuragini bo'shatishga imkon yaratib berishga. Lekin mana erkak kishi sifatida siz erkak kishilar amaliy ularni qanaqa bir xohishlari bor yoki nima kutadi ayolidan, shuni ayta olasizmi? Balki buni eshitayotgan ayollarimizga
foydali bo'ladi. Balki chunki bizaga ayollar sifatida qanaqadir narsada tushunarsiz bo'lishi mumkin yoki shunchaki biz bu narsa haqida o'ylamasligimiz mumkinda. Erkak kishi oilada shu tinchroq, baxtliroq bo'lishi uchun xotini nima qilishi mumkin? Endi eskilarni bitta gapi bor, bu judayam to'g'ri gap. Erkak kishi, ya'ni ramziy ma'noda gapirilgan, erkak kishi och qozoni bilan sevadi bilsangiz. Ayol kishilar qulog'i bilan sevadi, erkak kishilar och qozoni bilan sevadi deydi. Va qaysidir ma'noda bu gapda ham haqiqat bor ekan. Erkak kishini qorni ochgan paytda judayam jahldor bo'lib qoladi. Lekin ovqatlangandan keyin judayam muloyim bo'lib qoladi. Shuning uchun ayollarga maslahatim shuki, ya'ni eringlarni shirin taomlar bilan, yaxshi taomlar bilan xursand qilishga harakat qilinglar. Agar erkak kishi kun bo'yi charchab keldi va qorni och va uni oldiga sizlar qanaqadir nima deydi, yoqimsiz, shirin bo'lmagan ovqat qo'ysanglar, bu yanada battar xafa qilib qo'yadi. Shuning uchun avvalambor ayol kishilarga shunaqa amaliy maslahat berardim. Qo'linglardan kelgancha shunaqa shirin ovqatlar tayyorlashni o'rganinglar, harakat qilinglar. Men o'ylayman bu 99% erkaklarga judayam nima deydi, qalbiga yo'l topish uchun judayam yaxshi yo'l. Bitta kitobda o'qigandim, o'tda muallif aytyapti, ayollarga maslahat beryapti-da. Uyda, oilada yoki xo'jalikdami yoki farzandlar bilanmi biron bir muammo paydo bo'lsa va siz eringizni kutib o'tiribsiz, shu eringiz kelsa-yu, sizlar bu muammoni hal qilsanglar, eringizga aytsangiz shu narsa haqida deydi, kutib o'tiribsiz. Lekin hech qachon eringiz ishdan kelishi bilan darhol siz bu muammo bilan bo'lishmang deydi. Oldin ovqatlantiring. Yaxshi ovqatlar pishiring, ovqatlantiring, desertlar bering. Keyin qorni to'yib dam olgandan keyin muammolaringizni gapirsangiz yoki bolalar maktabda biron bir sho'xlik qilib qo'yganda gapirsangiz, keyin eringiz sizni eshitadi. Ungacha umuman gapirib o'tirmang, chunki baribir gapirganingiz befoyda bo'ladi. Och qoringa deb muallif shunaqa maslahat beruvdi. Hozir gapirganingizga esladim. Judayam to'g'ri. Va o'zimni hayot tajribamdan shu narsani ham ko'rdim. Aslida ayol kishilarga ham qaysidir ma'noda ko'p narsa kerak emas ekan. Birinchi o'rinda qanaqadir yaxshi so'z. Men o'zim buni ko'rib hayron qoldim. Misol uchun kimdir menga yaxshi so'z gapirsa, men xursand bo'lishim mumkin, rahmat deyishim mumkin, lekin bu narsa meni judayam baxtli qilmaydi-da. Lekin ayol kishilar haqiqatan boshqacha ekan. Ayol kishilarga bitta chiroyli so'z, bitta yaxshi so'z, bitta qanaqadir yoqimli so'z ayol kishini shu 7-osmonga ko'tarar ekan. Shuning uchun erkak do'stlarimga shunaqa maslahat berardim. Ya'ni yaxshi so'zlarni, shirin so'zlarni ayamanglar. Va bilasizmi, men oldin shunaqa o'ylardim. Misol uchun ayolimga gul bersam, gul nima, bugun bor, ertaga yo'q, qurib qoladi, undan ko'ra foydaliroq narsa bering. O'ylardim. Lekin ayol psixologiyasi boshqacharoq ekan. Ayol kishiga qanaqadir qimmatbaho narsadan ko'ra, qanaqadir men uchun muhim tuyulgan narsadan ko'ra oddiy gul ham ayol kishini judayam baxtli qilar ekan. Shuning uchun erkak kishilarga shunaqa maslahat berardim. Ya'ni mana shunaqa kichkina sovg'achalar bilan, balki sizlar uchun oddiy ko'ringan, qanaqadir qadrsiz ko'ringan narsalar, lekin ayol kishilar uchun judayam qadrli va ularni judayam baxtli qiladi. Shuning uchun so'zlar bilan, qanaqadir kichkina sovg'alar bilan o'zinglarni e'tiboringlarni bildirsanglar, judayam ayol kishini bu narsalar baxtli qiladi. Hozir mana siz aytyapsiz, menga kimdir yoqimli gap gapirsa, men xursand bo'laman, lekin osmonga uchib ketmayman, lekin ayolim osmonga uchib ketadi bu narsadan deyapsiz. Va men eslab olman, agar siz o'qigan bo'lsangiz,
Geri Chapmanni "Sevgining 5 ta tili" degan kitobi bor. Judayam ajoyib kitob. Men ancha yillar oldin buni yosh bo'lganimda hali o'qigandim va shu kitobda muallif judayam yaxshi tushuntirib beryapti. Har bir inson sevgini turli namoyon qiladi va turli tarzda qabul qiladi debdi. Va masalan mana bitta misol keltiryapti. Er-xotin ancha yildan beri turmush qurishgan. Eri har kuni ishdan kelgandan keyin ayoliga uy ishlarida yordam berishga harakat qiladi. Idish-tovoqlarni yuvadi, birga ovqatlanishgandan keyin stollarni yig'ishtiradi. Lekin xotini "Siz menga vaqt ajratmayapsiz, siz meni yaxshi ko'rmaysiz" deb gapiraveradi va shundan nizo kelib chiqadi. Keyin bular shu endi Geri Chapman o'zi psixolog bo'lgan. Oldiga borib aytishyapti, "Mana qanaqasiga" deydi eri. "Man idish-tovoqni yuvsam, birga ovqatlanganimizdan keyin stollarni yig'ishtirsam, bu menga" deydi, "vaqt ajratmayapsiz, menga e'tibor ko'rsatmayapsiz deb mendan xafa bo'ladi. Men nima qilishim kerak bundan ortiq" deydi-da. Va muallif tushuntiryapti. Mana shu yerda aynan mashhur qilayotgan ishingizda sevgi tili ko'rinadi deb. Ya'ni eri uchun u ma'lum bir harakati bilan, shu yordam berish orqali o'zini sevgisini ko'rsatmoqchi bo'lgan, lekin ayoli boshqa narsa kutgan undan. Ayoli kutgan, unga ayoliga idish-tovoq yuvib qo'yish qiyin bo'lmagan. Ayoli kutgan eri u bilan o'tirib gaplashishini, birga bir vaqt o'tkazishini va shu muallif demak 5 ta tilni keltiryapti-da. Birinchi sevgi tili bu yoqimli so'zlar, yoqimli, qo'llab-quvvatlaydigan so'zlar. Ya'ni kimdir uchun sevgi aynan shu orqali namoyon bo'ladi. Siz bunaqa odamga juda ham ko'p sovg'a berishingiz mumkin, u bilan ko'p vaqt o'tkazishingiz mumkin. Lekin siz unga yoqimli so'zlar gapirmasangiz, siz unga uni ko'nglini ko'taradigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan so'zlar gapirmasangiz, u baribir sizdan sevgini his qilmaydi-da. U aynan shu narsani kutadi. Bu birinchi til. Ya'ni ikkinchi til bu birgalikda vaqt o'tkazish. Bunaqa odamlarning bir kategoriyasi bor. Ular sevgini vaqt ajratish deb bilishadi. Vaqt ajratishga tenglashtirishadi. Ya'ni balki qayergadir birga chiqib aylanib kelish, birga kechki payt sayrga chiqish yoki birga borib o'yin qilish va bunaqa odamlarga o'zini sevgan insonidan ko'p vaqtga ajralish juda ham qiyin. Ikkinchi sevgi turi. Uchinchi sevgi turi bu sovg'alar. Bunaqa odamlarga farqi yo'q. Siz ularga bir kunda necha marta sevgi izhor qildingiz. Bunaqa odamlarga farqi yo'q, haftasiga necha marta siz uni parkka sayrga olib chiqdingiz. Bunaqa odamlarga muhim siz unga necha marta sovg'a bitirdingiz, qanaqa sovg'a berdingiz va bu sovg'ani qanaqa qilib berdingiz. Chunki ular sevgini aynan sovg'aga tenglashtirishadi. To'rtinchi sevgi tili bu shu aynan boya aytganim qo'llab-quvvatlash yoki bir ishda yordam berish. Bunaqa odamlarga bilasizmi? Farqi yo'q, siz tilla soat olib berasizmi, tilla braslet olib berasizmi? Farqi yo'q. Ularga kerak siz shu ayoli masalan uyni yig'ishtirayotganda ular kutadi er unga yordam berishini yoki xohlaydi eri bilan birga balki bozorlik qilishini. Qanaqadir amaliy yordam kerak-da. Va 5-til bu jismoniy kontakt. Ya'ni bunaqa odamlar siz chiroyli gaplar gapirsangiz, sizni juda ham e'tibor bilan tinglashmaydi. Siz bergan sovg'alaringizni sinchiklab qarashmaydi. Bunaqa odamlarga muhim kechki payt ishdan kelganingizda, masalan, bag'ringizga bosib, 5 minut yonma-yon o'tirib, shunchaki vaqt o'tkazish. Shuning uchun men o'ylayman, juda ham muhim. Mana Instagramda ham bitta kommentatorimiz yozibdilar, sevgi tushunchasi hammada har xil tushuncha bor. Shu haqida bir mavzu tayyorlasanglar bo'lar ekan deb. Aynan shu narsa haqida gaplashamiz. Balki bizda vaqtimiz bo'ladi, yana bir safar bu narsa haqida batafsilroq gaplashish va aynan mana shu sevgi tiliga e'tibor berish kerak-da. Sizni eringizni yoki xotiningizni sevgi tili qanaqa? Balki sizni turmush o'rtog'ingizni sevgi tili sovg'adir. Siz kuniga 15 marta unga sevgi izhor qilyapsiz.
Unga kerak emas kuniga 15 marta sovg'a, sevgi izhor qilishingiz. Unga kerak bir haftada bir marta balki gulobga berishingiz yoki duxyo berishingiz yoki naborot, balki siz o'ylayotgandirsiz, mana man Ellikta yuvishga yordam bersam, ozgina bolalarga qarashga yordam bersam, mana shu turmush o'rtog'im xursand bo'ladi deb. Turmush o'rtog'ingizni sevgi tili vaqt bo'lishi mumkin. U ikki tomonni ham o'zi yuvib qo'yadi, hamma ishlarni ham o'zi qilib qo'yadi, lekin u xohlaydi har kuni kechki payt chiqib parkda 15 minut siz bilan aylanish. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi navbatda biz agar tinch va baxtli turmushga ega bo'lishni xohlasak, birinchi navbatda biz o'zimizni sevgi tilimizni bilishimiz kerak. Ya'ni men ko'proq munosabatda turmush o'rtog'imdan men nima kutaman, qanaqa munosabat kutaman, turmush o'rtog'im menga sevgisini qanaqa yo'l bilan namoyish qilishini kutaman. Va ikkinchi navbatda men albatta bilishim kerak, turmush o'rtog'imni sevgi tili qanaqa. Masalan, mana siz hozir o'zbek tilini juda yaxshi gapirsangiz-u, men rus tilini yaxshi gapirsam, sizga ruscha qanaqa chiroyli gapirmay siz tushunmaysiz. Sizga men o'zbek tilida gapirishim kerak. Xuddi shunaqa men turmush o'rtog'imga o'zimni sevgimni tilida gapirsam, unga bu tushunarli bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im tinch bo'lishi uchun, baxtli bo'lishi uchun, munosabatlarimizdan qoniqishi uchun men turmush o'rtog'imni tilida gapirishim kerak. Va bu uchun biz biroz vaqt ajratib, turmush o'rtog'imizni xohish-istaklarini o'rganishimiz kerak. O'zi tinglovchilarga ham maslahat berardim. Geri Chepmanni Sevgini 5 ta tili degan kitobni internetda ham bo'lishi kerak. Bu kitob rus tilida aniq bor. O'zbek tilida ham bo'lsa kerak. Qidirib ko'rib o'qib ko'ringlar, juda ham foydali, yaxshi kitob. Haqiqatan juda ham zo'r kitob. Bu kitobni men ham o'qiganman bir paytlar, ayniqsa shu oila qurishdan oldin, uylanishdan oldin. Juda ham to'g'ri fikr bildirdingiz. Ya'ni er-xotin bir-birini o'rganishi juda ham muhim. Boya boshida suhbatimizni boshlaganimizda solishtirdik-ku, ya'ni Xudo bilan bizani munosabatimiz to'g'ridan-to'g'ri bizani oilamizga bog'liq, er-xotinlik munosabatimizga bog'liq. Bunga o'xshab, ya'ni Xudoni ham bizni butun umr va ertaga Xudo bilan birga bo'lganda uni tanib bilishda davom etamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni biza Xudoni oldiga kelganimizdan keyin Xudoni har soatda, har kunda, har haftada, har oyda, har yilda sekin tanib bilamiz. Xudoni sifatlarini o'rganib boramiz. Va qanchalik Xudoga yaqinlashgan sarimiz Xudoni ulug'vorligi, shuhrati, uni Xudoni nima deydi, xislatlari bizga ochilib boradi. Shunga o'xshab, agar shu narsani biza bir-birimizni, ya'ni er-xotinni munosabatiga solishtiradigan bo'lsak, men er sifatida o'zimni, ayolimni ham shunaqa tanib bilishim kerak. Ya'ni kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga men ayolimni o'rganib borishim kerak. Ya'ni unga nimalar yoqadi, nima qilsam uni men mamnun qila olaman, nima qilsam uni men xursand qila olaman, nima qilsam u nima deydi, yaxshi kayfiyatda yuradi. Shunga o'xshab ayol kishi ham o'zini erini kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga o'rganib borish kerak. Shuning uchun boyagi shu kitob haqida gapirdingiz, kitobdagi so'zlar haqida gapirdingiz. Bu haqiqatan juda ham muhim bizani hayotimizda. Ya'ni o'zimni, turmush o'rtog'imni sevgi tilini bilish. Agar uni sevgi tili haqiqatan misol uchun yaxshi gap bo'lsa, men qanchalik sovg'a bermay, qanchalik qimmatbaho narsalar bermay, bundan foydasi yo'q. Shuning uchun haqiqatan, ya'ni men ham shuni maslahat berardim. Bu yosh birodar opa-singillarimiz va undan tashqari oila qurishgan insonlar bu kitobni albatta topib o'qib chiqishlarini. Beni kommentariy yozib chiqdim. Instagramda umuman kalomdan misollar eshitmayapman. Quruq oddiy tovush deb. Hurmatli kommentator, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz o'z efirimizni kitob o'qishdan, muqaddas kitob o'qishdan, voiz kitobidan 4:12 dan boshladik. Keyinchalik
efesliklarga budritsda yozilgan gaplarni balki oyat joyini o'qimagan bo'lsa ham, lekin shu joylarini a, keltirib gapirdik. To'g'ri, ya'ni biza bu narsalarni gapirganimizda, ya'ni muqaddas kalomdagi prinsiplarga asoslanib gapiryapmiz. Misol uchun biz aytdikki, ya'ni sevgi bu aslida his-tuyg'u emas, balki qurbonlik. Biza bu prinsipni osmondan olganimiz yo'q yoki bo'lmasa o'zimizni hayotimizdan olganimiz yo'q. Avvalambor biza bu prinsipni muqaddas kitobda ko'ryapmiz. Ya'ni men o'ylayman, muqaddas kitob o'qiydigan insonlar darhol anglab yetishadi. Biza sevgi bu qurbonlik deganimizda, ya'ni bu birinchi o'rinda misol uchun Konfliklar 10-bobga asoslanyapti. To'g'ri. Hattoki ba'zi insonlar balki o'qimagandir, bu bobni o'qib berishingiz mumkin. 13-bob to'lig'icha bu haqida gapiradi, ya'ni sevgini bu aslida qurbonlik ekanligini. Kelinglar yana bir bor shuni o'qiymiz. Birinchi Korinfliklar 13-bob. Agar men insonlarning va farishtalarning tilida gapirsam, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zil bo'lib qolaman. Agar menda Xudoning so'zini yetkazish inomi bo'lsa, butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday bilimga ega bo'lsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsaga arzimas inson bo'lib qolaman. Bor mulkimni muhtojlarga taqsimlab bersam, menga sharaf keltirsin deb hatto qiynoqlarga rozi bo'lsam-da, lekin sevgim bo'lmasa, bularning menga foydasi yo'q. Sevgi sabr toqatli va mehribondir. Sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi, aksincha haqiqat qaror topganda shodlanadi. Sevgi har narsani ko'taradi. Hech qachon ishonchini yo'qotmaydi. Har qanday sharoitda umid saqlaydi, har narsaga toqat qiladi. Amin. Ya'ni biza bu yerda ko'rishimiz mumkin, sevgini hislatlari nimada namoyon bo'lishini. Ya'ni sevgi hech qachon manmanlik qilmaydi. Sevgi hamma narsaga tayyor. Bunga Hatto Xudoyam o'zini sevgisini bizga qanaqa namoyon qildi? O'z yagona o'g'lini qurbonlik qilib. amin, amin. Bu haqida Yuhanna Injili 3-bob 16-oyatda o'qiymiz. Ya'ni Xudovand butun insoniyatni, butun yer yuzini sevgani uchun o'zini yagona shu qurbonlik qo'zisini butun insoniyat uchun qurbon qildi. Ya'ni haqiqiy sevgi bu o'zini manfaatini izlamaydi. Haqiqiy sevgi bu faqat beradi. Amin. Kristus Lazarizya kommentariy yozibdilar. Grekchada sevgi tushunchasi juda har xil turda tushuntirilgan va haqiqatan bu qiziq mavzu. Balki keyingi efirlarda bir sevgini turlari haqida ham gaplashamiz. Erkaklar Marsdan, ayollar Veneradan kitobi bor. Zo'r tushuntirilgan sevgi tillari haqida. Bu ham qiziq kitoblardan biri. Uni ham o'qib ko'rsa bo'ladi. Ayol kishilar bilan erkak kishilar orasidagi farq va munosabat haqida yaxshi tushuntirilgan bu kitobda. Xudoning sevgisi uchrab turibdi barcha borliqni deb yozibdilar. Sheri Dovul. Amin. Amin. Rahmat izohingiz uchun. Afsuski bizani efirimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Umuman oila haqida, munosabatlar haqida ko'p gapirsa bo'ladi. Ammo o'ylayman hali bizada keyingi jonli efirlarda yana imkoniyat bo'ladi bu haqida gaplashishga. Demak, bugun biz tinch va baxtli turmush qanday quriladi degan mavzuda gaplashdik va avvalambor aytdikki, tinch oila, tinch turmush nimadan boshlanadi? To'g'ri turmush o'rtoq tanlashdan, yoshlikda hali to'g'ri qaror qabul qilishdan. Ikkinchisi, erkak kishi va ayol kishi xuddi Xudo aytganidek hamma o'z joyida bo'lishi kerak, o'z rolini bajarish kerak, oiladagi o'z funksiyalarini xuddi muqaddas kitob aytgandek bajarilsa, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi.
hech qanaqa raqobat bo'lmaydi, nizolar soni ham ancha kamayadi va yana biz aytdik, judayam muhim biz turmush o'rtog'imizga qanaqa munosabatdamiz, qanaqa e'tibor ko'rsatyapmiz va bizani turmush o'rtoqlarimizni xohish istaklari, nimada muhtojliklari nimada ekanligiga e'tiborli bo'lish va albatta ularga nima kerakligini hisobga olgan holda tegishli munosabatda bo'lish. Man o'ylayman shu prinsiplarni hammasiga biz rioya qilsak, bizani oilalarimiz ancha tinch va baxtli bo'ladi. Xayriyatsiz, rahmat sizlarga, Xudo marhamatlasin sizlarni deb yozibdilar. Sizga ham katta rahmat va shu jumladan barcha tinglovchilarimizga katta rahmat. Ham Instagram, ham Telegram orqali bizani kech bo'lishiga qaramasdan bizani tinglab, 1 soat davomida biz bilan bo'lganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Afsuski, bizani vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz sizlarga xayrli tun tilaymiz va yana keyingi hafta jonli efirda uchrashguncha